Yo, hammaga assalomu alaykum. Hozir soat 10:30. Bir necha soatdan keyin 27 yoshga kirar ekanman. Shu munosabati bilan endi traditsiya bor ishxonamizda. Kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, endi mehmon qiladi. Shuning uchun bizda обычно kolonkaning tagiga o'tirib qoldim borib. Muoddim. Kimni tug'ilgan kunim bo'lsa mehmon qiladi. Обычно biz KFC'ga chiqamiz. Hozir shu KFC'da o'tiribman. KFC. Так, сейчас вот. Hozir zakaz kutib o'tiribman o'zim. И bir nimani o'zim bilan bo'lgan voqeani bir istoriyani aytib bermoqchiman. Kelgan paytlarim ko'pchilikka aytib berganman, qiziq istoriya. Kelgan paytlarim 2017-yil edi. Hozir 2026-yil bo'lsa, 9 yil bo'libdi. Endi kelgan paytlarim men Surxondaryo viloyatidan kelganman-da, Pitcherga siradi. Bilmayman, O'zbekistonda u payt KFC bo'lganmi yo'qmi, men uchun qiziq narsa edi, lekin keyin shu uydagilar men kelganimdan keyin ko'pchilik KFC deyverardi. Kim aytadi, nima u KFC? Keyin ular aytishardiki, короче, tovuq go'shti qanaqadir необычный qovurilgan, qanaqadir achchiqroq desa, menga juda ham qiziq tuyulardi, lekin hech ham meni bir yig'ilib chiqish iloji bo'lmayotgan edi. Menga qiziq edi shu KFC krылышки. Вот. Keyin hech bir yig'ilishib chiqa olmayotdik. Keyin men o'zim bir kun ruscha ham bilmayman, nol kelgan paytlarim. Chiqqanmanda o'zim ishxonamdan chiqqanman, o'sha ishlayotgan paytlar. Qistamda qayerdandir bir 190 rubl, 200 rublmi pul bor edi, haligi melichilar, haligi tangalar bilan. Keyin chiqib uydan o'sha Peterburgda торговый центр galereyani yonida yashardik. Hozir ham o'sha yerda yashayman, почти. Keyin o'sha торговый центр galereyada borligini eshitib qoldim. Hozir men ekran monitorga qarab kameraga qarab gapirsam. Keyin sekin ishdan chiqdimda, nima ekan KFC dedim, men qo'limda shu ozroq pul bor, shunga beradim yo'qmi? Keyin yo'lga chiqdim o'sha galereyaga qarab. Galereyaga qarab yo'lga chiqdimda, keyin 5-etajda edi KFC. Chiqdimda очередga turibman. Bilmayman nima deyishim kerak. Keyin bilmayman nima deyishim kerak, чтобы menga KFC berishsin. Kelyapmanda очередga turibman. Dedim, mendan oldin 5-6 kishini. Keyin buni eshitmoqchi bo'lyapman. Qani nima deyapti ular? Tushunmayapman, nima deb so'rayapti kassadan. Keyin men ochatim kelyapti. Men ochatim keldi. Shuni qistamdan haligi hamma mayda-chudalar pulimni chiqarib shuni qo'ydimda oldiga, surdimda. Menga deyman, nima deyman? Здравствуйте deyman. Dайте мне KFC deyman. Keyin haligi kassir qiz kulib o'ryapti. Men endi o'zbekchasiga tarjima qilsak, menga KFC bering deyman. Kulib o'ryapti. Что ты хочешь deyapti? Что вы хотите deyapti. Nima qilaysiz? Tushunmayman deyapti. Hozir endi o'zim nima qiladigan bo'lsam, как будто men restoranga kirib boryapman-da, tipa restoran yozilgan, tipa o'zbekchasiga aytsak, Anxor restorani bo'lsa, shunday restoranga kirib boryapman-da. Menga bitta Anxor restorani bering deyapman-da. Shundan bu kulib o'ryapti qiz, keyin so'rayapti. Что вы хотите? Я вас не понимаю, deyapti. Men aytaman, ну дайте мне KFC, я хочу попробовать KFC deyapman. Вот. Bu so'zlarni ham eshitdim faqat ana shu kimlardandir eshitib, короче, bilinib keyin kulib o'ryapti-da. Juda ham nima deydi, stidna bo'lgan menga o'sha payt. Tilni bilmayman, yangiman. Просто o'sha yerda o'tirib shuna voqeani eslab qoldim-da, shuni aytib berishga qaror qildim. Keyin kuxnyada o'zbek bratlar ishlar ekan o'zimizda. Keyin buni qaradi orqaga bittasini chaqirib yubordi. Keyin bilmayman ismi nima edi bratda.
qaragin deyapti, san zemlagin что-то nimanidir tushunmayapti deyapti. Keyin brat kelyapti-da menga. Assalomu alaykum, va alaykum assalom-da. Nima xohlayapsiz uka deyapti. Men aytdim, brat deyman, shu KFC bor ekan deyman. Shundan deyman KFC bersin, mana shu pulim bor deyman. Ha, yo'q, brat KFC deyapti. Bratam salonga kirib boryapti-da. Yo'q, brat, siz deyapti. KFC deganda deyapti, masalan, qanotlari bor, oyoqlari bor yoki har xil nima xohlaysiz deyapti. Men aytdim, farqi yo'q, shu KFC bersin bo'ldi. O't. Keyin haligi brat kassirga aytib yubordiki, berib yuboringlar dedi bunga, dedi, KFC beringlar dedi. Krishkami, bir nima, ikkitami, uchtami, to'rttami berib yubordi. Короче, men pulimga. O'shanda deb ko'rib, hozir shuni o'tirib, o'sha yerda turibman. O'sha esimga tushib, hozir спокойно ruschada можно сказать почти как nоситель языка deydi-yu. Вот, vaqt tez o'tar ekan. Vaqt juda ham tez o'tar ekan. Vaqt 9 yil bo'libdi kelganimga. Men masalan bir bola можно сказать bir maktabni tugatdi desa ham bo'ladi. Endi men tugatgan paytimda 9 yillik edim. Lekin men как будто bu 3 oymi, 5 oymi oldin kelgandayman-da. Yomon vaqt tez o'tar ekan bu yerdan musofirchilikdan. Где-то 2 haftadan keyin O'zbekistonga ketishim kerak. Как будто tushda o'tib ketdi mana shu vaqtlar bor. Tushda o'tib ketar ekan. Shuning uchun har bir vaqtlaringizda qadriga yetib qolinglar. Masalan, ko'p ham ishga berilib ketib, ishlashim kerak, pul qilishim kerak deb hayotlaringizda mana orqaga qaraganda hech nima pustata, ish uy ham shunaqa bo'lib qolmasligi kerak ekanda. Xo'p. Shunaqa gaplar. Ozgincha endi hozir vloglarni olib borishga harakat qilaman. O'zbek tilida ham, rus tilida ham qilyapman hozir. Instagram, YouTube. Вот, mana shunaqa интересный videolar qilib, mana shunaqa интересный kontentlar qilib, просто o'zimga yoqadi shu bilan shug'ullanish. Просто shuni qilib, ham sizlar bilan qanaqadir bir istoriyalarni ulashib yuraman. Zaldan, hayotdan, ishdan ko'ramiz inshaalloh O'zbekistonga borib ishim topib nasib. Yo'da ham zal topib trenovkani qoldirmasligim kerak. Так что shunaqa gaplar. O'ylaymanki, men bu videoni yana qanaqadir davom qilib ketaman. Ozginchalik kadrlar tug'ilgan kundan ham qo'yiladi. Hammaga rahmat. Yana paru moment. Bu videoni ko'pincha men o'zim uchun olaman-da. Masalan, sizlar bilan ham ulashaman, lekin baribir ko'pincha o'zim uchun, masalan, vaqt o'tgandan keyin o'tirib ko'radigan bo'ladi-da bu videolar men uchun. Aytmoqchi edimki, Peter ham menga juda ham agar o'zimnikidek bo'lib qolgan, ya'ni kim bu yerdan ketganimdan keyin ham juda ham sog'inaman bu joylarni. Lekin любом случае kelib turaman. Kelib turib, masalan, ishga bo'lmasa ham, nasib inshaalloh ishlarim o'xshab ketsa, как гости bo'lib kelib, sezonlarda aylanib, chiroyli bo'lib, nasib shunaqa niyatlar bor. Всех обнимаю. Главное, tanlagan yo'llaringdan qaytmanglar. Keyin vaqtni zoya ketkazmanglar. Это очень важно. Всех обнимаю. Бицепс показать? Сюда бейджу. Hammaga omad. Я тебя спасу, не дам тебе опять с ума сойти.
Надо плачь, детка, плачь от любви. Большего не Правда? надо.